o'saydigan ayolning yonida 5 xil dugonasi bo'lishi kerak. Birinchisi, bu albatta energizer dugona. Bu qanaqa? Tinib tinchmaydigan, hamma narsaga ulguradigan, aktiv, harakatchan. Chunki bu dugona bilan gaplashganda u shuni oladi. Ikkinchisi, uni eshitadigan, hech qachon ayblamaydigan, qoralamaydigan, shunchaki tinglaydigan dugona. Bu bilan gaplashganda ayol yengillaydi, o'zini muammolaridan bo'lishadi. Biz ayollarda emotsional bo'shalish degan narsa bor. Uchinchisi, aqlli, vazmin, oqila, aql bilan har doim ish ko'radigan dugona. U har doim hissiyotlarga berilgan paytingizda sizni ozgina bosadi, xotirjam hal qilishga yordam beradi. To'rtinchisi, sog'ligiga e'tibor beradigan, doim sport bilan shug'ullanadigan, aktiv sport hayot kechiradigan dugona. Bu nima beradi? Sog'ligingizga ahamiyatli bo'lishga, ortiqcha vazn qo'shmaslikka, to'g'ri diyetalar qilishga, chunki u har doim to'g'ri ovqatlanadi, sog'ligi bilan shug'ullanadi, u bilan gaplashganda buni olasiz. Va beshinchisi, albatta o'ziga qaraydigan, o'zini yaxshi ko'radigan, chiroyli kiyinadigan, kosmetologlarga boradigan va har doim o'zini go'zal ko'rinishda saqlaydigan dugona. Mana shu 5 xil dugonangiz bo'lsa, bo'ldi. Siz hamma narsani jamlaysiz va olg'a qarab ketaverasiz. Menda mana shunday dugonalar bor. Sizda-chi? Mana shunday dugonalaringiz bormi? Albatta kommentariyaga bu haqida yozing va shu dugonalaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying.